Kardiyo servisga yaqindan beri o'zi yurak bo'yicha Toshkentga davolanib beraman. Ulardan konsultatsiya olib, lecheniya olib yuraman. Ularni sharoitlariga ham, lecheniyalariga gap yo'q. Hurmatli vatandoshlar, sirdaryoliklar, butun O'zbekiston xalqi sizlarni kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan, chin yurakdan tabriklayman. Yilimiz yaxshi kelsin, fayzli kelsin. Hamma sog' salomat bo'lsin, kasal bo'lmasin. Doktorlarimizga ham omadlarni bersin, hammasini. Qo'llari dard ko'rmasin, ko'zlari, bilimlari. Hamma sog' Yaxshi vrachlar hammasi. E'rod opa yaxshi yangi yil bilan O'zbekistonni o'zini ona yurti Qozog'istonga tushgan Qozog'istondagilarni hammasini yangi yil bilan tabriklaymiz. Hammaga baxt, saodat, kelayotgan yangi yil hammaga omad. Doktorlar qanday? Doktorlar hammasi yaxshi. Nima deydi ana? Dori bilan emas, unda tili shirin tili bilan hammani davolagan. Yaxshi. Hamma yangi yillaringiz bilan hammaga omad keltirsin yangi yil. Mana bugun uyingizga ketyapti, 10 kun davolanib yaxshi. Mana ketyapti uyga. Hammaga baxt, omad tilayman.